Bugün 12 mayda, yani ki buğday ne kadar kanday taze buğday. Endi bunu sabahın için oraya yaptı-da. Çünkü katta kalmaya hem ordurganda bo'lardi. Agar Mayda traktormen 15-sentyabrda egilgandan buğday. buğday. Buğday mana 15-sentyabrda egilgan, bir marta suv taralgan, tamam shuni mana. Assalomu alaykum. Buni akşam ittifaqda buğday bağlash. Bugün kunduz kuni o'rilib, akşam bo'layapti. Musulmon boy, buğday qanchadan bo'lyapti? Bu yoqqa bir kalla ko'tar. Assalomu alaykum, Navjon Nurmatov live kanalining obunachilari. Hammakasiga yaxshi zo'r sorma mana. Bugun o'rbek. Optoy olsa 220 dan ham beraman-da. Bir kishiga shuni turib 4 tonna, 5 tonna ayna taylang desa shuni ortib beraman. Gap yo'q, ishlaring olma. Yana tan qarang. Sizning obunachilaringiz bo'lsa-da, misolim. Boshqa kishi kelib turib, unda ham desa sizning nomingizdan gapirsa, arzon beramiz. O'zingiz ko'rib turibsiz. Bir qishloqda aka ko'chiligimiz bor. Qadr baland obunachilar, Navjon Nurmatov live kanaliga xush keldilaringiz. Bugun 12 may kuni, ya'ni ki men bugun Kolxozobod ittifoqda qishlog'imizda yerning boshidaman. Buğday o'rilyapti. Buna dehqon Musulmon boy qanday? Yaxshi zo'r. Mana yaxshimi? Zo'rsizmi? Yaxshi keldingizmi? Tog'da dashib qolmadingizmi? Yo'q. Biz buna buğday ekkan edik, o'zingiz ko'rib turibsiz. Guvohma traktor o'rdiryapmiz. Buni mayda traktormen 15-sentyabrda egilgandan buğday. Buğday. Buğday mana 15-sentyabrda egilgan, bir marta suv taralgan, tamam shuni mana. 10 xalta dar berganman. Bu yoqdan bir ko'rsatib berak. Traktor o'rib buğdayni. Kimga qiziq bo'lsa, shu traktorning nomerini ham qo'yamiz. Borib, inshaalloh xizmatini qilamiz. Endi bu yerda qancha buğday, qancha arpa keldi? Arpani ham bir ko'rsatib berak. Arpa bor, bir 50 bor, bu yoq bir 80 bor. 80 bor, ha? Tog'ning orasida. Tog'ning orasida. Ana endi bu bir marta suv qo'yilgan bo'lsa, bu buğday qanday buğday? Bu shu o'zimizning Aqbordan. Kebeki kam chiqatgan buğdaydan. Kebeki kam chiqadi, o'zi aq buğday. Arpa kelsak o'zimizning mesni arpa ham. Bu tog'ning orasida ham bo'ladi ekan-da? Mana aq buğdayni qarang. Suv keladi. Suv keladi. 1 kilometr 795 metrdan suv chiqib keladi. Uyum ostona. Pastdan. Yaxshi buğdaylarning hasili zo'r beradi. Yaxshi ekan, zo'r ekan. Bu arpa mesnimi, hali qirg'izimi? Yo'q, qirg'izi emas, mesni o'zimizning arpadan. Traktorda ham az o'rg'anib olamiz. Bittasini olib, ko'ring, ko'rasiz. mesni. Mesni o'zimizning. Hozir zo'r bo'libdi. Buning ichida umuman begona o't yo'q, buğday ichida ham toza. Begona o't yo'q lekin bu yerda. O'zimizlarda. Toza, toza yerda. Ya'ni ki bizim videomuz ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like, obuna bo'lishni, kommentariy yozishni qilmangizlar. Bularki traktor hozir o'rayapti, ko'rasizlar. Bu buğdayni past o'radi ekan, baland emas. Chiroyli o'radi. Chiroyli o'radi ekan. Endi bizga sabonlik qolamiz-da, buni bo'lmasa katta kamaydi sasak bo'ladi. Katta kamay sabonlik uchun o'rdirib, sabonni mol halga jiyib olamiz. Yerga tegib ketaveradi ekan. Bo'ladi, yaxshi. Ko'rib turganlaringiz ham yaxshi o'radi. Endi bu yoqda olamiz. Bundan arpani asli, bundan keyin arpa o'riladimi? Hozir bundan keyin buğday bo'lsa arpani. Arpani ham shuni borami? Yo'q, buning ham saboni kerakmi? Ikkini aralashtirib uramiz. Bu muloyimroq keladi, molga zo'r, jiyimlidan. Buğday ko'p qattiqroq misali, ikkini aralashtirib uramiz pastdan. Endi shunga rasxod qancha olsa, 1 kilometr 700 necha metrdan suv olib kelgan bo'lsa, turbe bularga rasxod qanday? Rasxodi buni bir mushak pul bo'lib ketgan. Yo'q, 300 mingdan nariq oshib ketganda. Transformator hamma narsa. Buni o'ylayversangiz, aql dehqonlar ishlamay ham qo'yadi ekanda. Ishlagisi kelmaydi. Buni ko'ryapsizlar, tog'ning orasida ham hech narsa bo'ladi ekan, shundaymi? Qissa bo'ladi ekan. Hamma taraf adir, ko'ryapsizlar. Endi jo'ng'ishqa qancha berdi? Jo'ng'ishqa 1 gektar 20 sotdik. Jo'ng'ishqa manaraqda. Bir yilda necha marta o'riladi? 7 marta tog' urib, 8-ga sal kamroq bo'ladi. Presdan asangiz bunaqa 8 o'rilsa bo'ladi. 110 ta, 100 ta pres beradi. Undan keyin buni hozirgi o'rimlarda 300 ta pres beradi. Bir o'rimda. Bir o'rimda 300 ta pres saflab ko'ring. Hozir pres birinchi o'rim 17 so'm, 19 so'm, 20 so'm edi. Hozir ikkinchi o'rim 23 so'm. 24 shunday bo'lyapti-da. Hozir ikkinchi o'rim. Bizim video ma'qul kelgan bo'lsa, bizatni bittadan like'ni, kommentariyani yozib qoldiringizlar.
musulmonni taniganlar bo'lsa, yana bitta kommentariy yozib qolsinlar. Kommentariy yozib. Kepka bo'ladigan nima deydi? Shlyapa zo'r ekan. Bu issiqqa shunday jirasiz, bunaqa taylab qo'yasiz jibini. Yoki kuyaman, yoki kalladan otta uradi deysiz, qushlar qaytaradi. Masalan, bunday qilsa musulmonning o'zi qara. Menga o'xshab. Avtomobil o'tmaydi-yu. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Buni oqshom ittifoqda bug'doy bog'lash. Bugun kunduz kuni o'rilib, oqshom bog'layapti. Musulmon boy, bug'doy qanchadan bo'lyapti? Bu yoqqa qara bir kalla ko'tar. Assalomu alaykum, Navjon Nurmatning live kanalining obunachilari. Hammasiga asarma zo'r sorma. Mana bugun o'rbek, kunduz kun, mana oqshom nabayna hasharman bog'layapmiz. Hamma bolalar ham bor, jangari bolalar hammasi. Gap yo'q, ota-onasiga rahmat hamasining. Bizda mehr oqbat bor qanali qishloqda. Hasharda ishlaymiz. Bular kerakli bo'lsa qayna bug'doy 240. 240 dirham. Haye. Klasi. Hay tonnani bosib olaman desa, pastda ham bor-ku 10 gektar bug'doy. Optoy olsa 220 dan ham beraman-da. Bir kishiga shuni olib turib 4 tonna, 5 tonna ayna taydang desa shuni ortib beraman. Gap yo'q, ishlaring. Yana tan qarang. Sizning obunachilaringiz bo'lsa-da, misolim. Boshqa kishi kelib turib, unda desa, sizning nomingizdan gapirsa, arzon beramiz. O'zingiz ko'rib turibsiz. Bir qishloqda aka-ukachiligimiz bor. Gap yo'q. Like bosinglar. Gumpillatinglar tamom kanalda. Buni oqshamiga bog'layaptilar. Mana ko'ryapsizlar, hasharchilar. Endi ko'p haligi ko'rinadi ekan, nima deydi? Xullas, shunda mana oqshami shuncha ob bo'ladi ekan, bundan ziyod video ob bo'lmayotir do'stlar. Shuncha video ob bo'layotir. Hayya, mana. Xullas, nerede yana biri var? Buna urrigatırı. Ha, bağlanacaklar hem ko'rsataylik. Bu prosta chang bo'layapti, oqshom tuzuk buna. Bov. Oqshom uncha ko'rinmaydi-da. Hozir hammasi bog'langan bug'doy. Ey, mashlar bog'langan. Senda ham telefon bor ekan, zo'r ko'rinadi ekan buna. Bu, mana. Xullas yaxshi. Bittadan yoqqan bo'lsa like bosing. Shunday qilmanglar lekin. Faqat kommentariyadan chiroyli so'z bilan yozib qo'yinglar. Oqshom hasharda